Qizlarjon, obzor davom ettiramiz. Amerikanskiy vitaminlar ham kelgan. Bularni ham obzorini qilib beraman. Organik cho'pilar kelgan qizlar. Bular rosa ham zo'r. Nima deydi? Juda ham ko'p klientalarim o'rgangan. Bolalaringiz ko'chalarda ximikat, har xil Xitoyda narsalarni yegandan ko'ra, mana shunaqa organik cho'pilar olib bersangiz, rosa ham maza qilishadi. O'zingiz ham xotirjam bo'lasiz, bolangizga nima yedirayotganingizni bilasiz. Qarang, buni tarkibida taqiqlangan mana shu allergiya chaqiradigan jamiki narsalar qo'shilmagan. Hattoki mana shu ranglari ham tabiiy mevalardan olingan qizlar, sabzilardan, qizilchalardan, olchalardan olingan. Har bittasi qaysi mevadan olinganligi mana bu yerda yozilgan. Keyin mana bu yerda vitaminlar bor tarkibida juda ham ko'p. Mana vitamin C bor, askarbinka, nimani ishtahani ochish uchun. Kalsiy bor. Mana qaranglar qizlar, rosa ham zo'r narsa. Umuman shakar miqdori juda ham kamni tashkil etadi. Bemalol qo'pni bersangiz bo'laveradi qizlar, rosa ham zo'r narsa. Donalab olsangiz bo'ladi buni. Keyin mana suyuq kalsiy, magniysi bor, ham D3 si bor. Tarkibida berry ta'mini beradigan shunaqa suyuqlik klientka zakaz qilgan. Bu zakazga kelgan qizlar. Kimga kerak bo'lsa, Telegramdan yozsanglar, zakaz qilib beraman. Yod kelgan qizlar, buni shu ikkitasi klientniki, qolgan nalichka sotiladi. Oilaviy ichadigan yod qizlar rosa ham zo'r. Biz o'zimiz ham shaxsan ichganmiz bundan. O'z dozalari bor. Men sotayotgan paytda oilaviy o'sha yoshlarni ko'rib chiqib aytaman, kimga qanaqa tomchi ichkizish kerakligini. Rosa ham zo'r narsa qizlar. Tarkibida kaliysi bor. Mana bunaqa D3 kelgan bolalardiki. Buni bittasi zakaz, bittasi sotiladi qizlar mana. D3 xuddi bizni akvadetrumimizda amerikanskiy varianti. Rosa ham zo'r. Mana bu dozalari ham katta qizlar. Omega kelgan 200 talikdan. Bular nalichi sotiladi qizlar. 2 kishi bo'lib olsa ham bo'ladi buni yoki oilaviy olib turib, 2 kishi ichsa ham bo'laveradi. EPA DHlari yuqori qizlar, dozasi ham minglik, bemalol har qanaqa foyda qilib beradi zreniyangizga ham, metabolizmga ham, yurak sohasiga ham rosa ham zo'r foyda qizlar omega 3. Keyin mana bu yerda kalsiy D3lar kelgan. Mana bundan juda ham ko'p sotaman qizlar. Juda ham qulay, sumkalarda ko'tarib yurgani ham rosa yaxshi. Bu kuniga 3 mahal ichiladi, to'q qoringa albatta. Tarkibida kalsiy, magniy, sink, D3 si bor. Rosa ham zo'r narsa suyaklarga, organizmga vitamin D tanqisligini ta'minlashga rosa ham zo'r qizlar. Bu yerda mana foizlar bilan ko'radigan bo'lsangiz, vitamin D 50% tashkil etadi, kalsiy 77% tashkil etadi, magniy 95%, sink 136% tashkil etyapti. Bundan juda ham ko'p kelgan qizlar, bemalol zakaz berib olsanglar bo'ladi. Keyin mana bu yerda ultra magniy kelgan qizlar. Bu juda ko'pchilik ichib, buni foydasini bilib, qayta zakaz qilishadi. Vegan mahsulot mana bu yerda. Halollik sertifikati bor. Xo'p, nimalar qiladi bu? Metabolizmni yaxshi aylanishiga yordam beradi, asablarni tinchlantiradi, muskullarni bo'shashtiradi. Siz tinchlanganingizdan keyin qon aylanishi ham, hamma narsa yaxshi bo'ladi, hamma narsa joy-joyiga tushadi. Buni tarkibida vitamin B6 si bor, qizlar, magniy plus vitamin B6 si bor. Mana shu B6 bizni tinchlantirishga yordam beradi qizlar. Rosa ham zo'r narsa. Bundan ham tavsiya qilaman, olib ichib ko'ringlar. Keyin mana gammili multivitamin so'raganlar uchun keldi qizlar. Juda ko'pchilik tabletkali multivitaminlar yedira olmaydi, bolalarga qiynalishadi. Bu gammi marmeladni hayvonchalar shaklida. Keyin mevalar ta'mlari keladi, sitrusli mevalar. Bemalol olib yedirsangiz bo'ladi. Buni ham tarkibida rosa ko'p vitaminlar bor qizlar. Mana vitamin A, C, D, E, kaliy bor. Mana juda ham folit, biotin, B12, juda ham ko'p narsalar bor qizlar. Bemalol olib yedirsanglar bo'ladi bolalaringga. Yana D3 ni boshqacha Child Life degandan bor, mana qimmat brendnikidan bor. Bu ham rosa ham zo'r qizlar. Buni ham dozasi yaxshigina. Keyin olayotgan paytingizda men albatta qancha miqdorda qanaqa berish kerakligini men o'zim aytaman qizlar. Bu yerda 6 oylikdan boshlab berilsa bo'ladi deb yozilgan. Bundan keldi. Keyin mana bu elitni omegadan so'rashgan edi qizlar, limon ta'mligidan. Rosa ko'pchilik omega ichayotgan paytda baliqda hidi keladi yoki
kekirganda baliqni ta'mi kelmasin, menga yaxshisidan bo'lsin deb zakaz qilishadi. Shular uchun mana bunaqa Norvegiyani limon ta'mligidan zakaz qilib berganman. Buni 3 tasini egasi bor, bittasi narigi sotiladi. Mana shunaqa bolachasi bilan keladi yonida qizlar. Mana kattasi 90 talik, kichkinasi 30 talik. Mana buni ham vegan, halol sertifikati bor qizlar. Bu ham Rossiya premium lyuks kачестводagi omegalardan qizlar. Kuniga 2 mahal ichiladi bu ham. Anchoy, Sardiniya baliqlaridan tayyorlangan. Rossiya kачествоsi, sifati Rossiya ham zo'r. O'zi Carlsonning mahsulotlari rosa zo'r keladi. Dozasi ham rosa yuqori qizlar, 1600 dozada. EPA-DHlari ham mana shunaqa baland keladi buni. Keyin biotin keldi qizlar. Biotin soch to'kilishiga 10 minglik dozada, dozasi katta, 120 taligidan keldi qizlar. Kuniga 1 mahal ichiladi bu. Mana shuni o'zini bir kishi ichish kerak. Kamida 4 oyga yetadi sizga. Rosa ham zo'r rezultatini bilasiz. Soch to'kilishini zo'r qoldirib beradi qizlar. Tarkibida mana 7% kalsiysi ham bor. Soch to'kilishiga zo'r chora qizlar. Kimda soch to'kilish boshlangan bo'lsa, bemalol sink bilan birga ichsangiz ham bo'laveradi. Mana bu yerda mana kollagen kelgan qizlar, bu ham zakaz, birovning zakazi. Bundan bilasizlar, to'xtovsiz sotaman. Kim meni kuzatib yursa biladi, to'xtovsiz sotaman, chunki rosa ham kuchli kollagen bu. Bo'g'imlarga, soch, tirnoqlar, teriga juda ham ko'p narsalarga foyda qizlar. Mana bu pastdagi rem raqamlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, bu hamma kollagenlarda bitta yoki ikkita turi bo'ladi xolos. Bunda 6 turi bor. Mana 6 turi nimalarga foyda bo'lishini mana bu orqasida yozib qo'ygan qizlar. Hozir mana ko'rib beraman. Mana qaranglar. Xo'p, bu yerda terining elastikligiga javob beryapti. Mana shu turlarda endi bo'g'imlarimizga javob beryapti, immun tizimiga javob beryapti, qon aylanishi, hujayralar almashishi, juda ham ko'p reproduktiv ishlab chiqarish, suyaklarimiz, muskullarimiz, sochlarimiz hammasiga javob beryapti qizlar. Keyin mana pastida ko'rayotgan jahon bo'yicha sertifikatlarni olib bo'lishgan bular. Juda ham kuchli kollagen. Keyin har bitta olgan klientlarimdan yaxshi otзывlar eshitganman. Shaxsan o'zim ham ichib buni sinaganman qizlar. Shuning uchun tavsiya qilaman, ichib ko'ringlar. Paba kelgan qizlar soch oqarishiga minglik dozada, dozasi katta. Bu ham qizlar o'tda soch oqarib ketib bo'lganlar uchun qanaqa ta'sir qiladi bilmayman, lekin soch oqarish boshlaganlarga zo'r ta'sir qiladi. Shaxsan o'zim tanishlarimda sinab ko'rganmiz buni. 3 oy, 4 oy ichgandan keyin yangi chiqayotgan sochlari qora bo'lib chiqqan. Oqarib bo'lgan sochlarni qoraytirib bera olmaydi, lekin yangi chiqayotgan o'sha oq sochlarni 90% holatda kamaytirib bergan. Agar vitamin tanqisligidan bo'layotgan bo'lsa-da bu narsa kamaytirib bergan va o'sha juda ham haligi eski chiqib bo'lgan oq sochlari o'sib, ular kaltalangandan keyin deyarli soch qoraga aylanib bo'lgan, ya'ni eski holatiga qaytib bo'lgan. Lekin soch oqarishiga boshqa sabab bo'layotgan bo'lsa, genetik bo'layotgan bo'lsa, bu papa yordam bera olmaydi. Buni oldindan aytib qo'yishim kerak. Endi soch oqarish boshlanayotganlar uchun zo'r ta'sir qiladi, ichib ko'ringlar qizlar. Xo'p, kelgan vitaminlar shular. Bularning hammasini men Telegram kanalimga narxlar bilan tashlab qo'yaman qizlar. Yana biror bir vitaminlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yozsanglar, uni ham zakaz qilib beraman.